Markaziy o'yinlardan yana bittasi bu Toshkentda kechdi. Paxtakor Navbahor o'yini va Navbahor ishonchli tarzda Paxtakorni mag'lub etdi. O'yin taraflama ham, tablodagi hisob ham to'liqligicha haqli bo'ldi. Navbahor 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'limda 2 urib ketdi. O'sha qor sababli o'yin kechroq boshlangandi. Bu o'yin haqida nima deysiz? Men stadionda edik, ko'rdik. Misol dastlabki ikkita turdan keyin aytgandim o'sha chempionlik uchun da'vogar deyilgan ikkita klubdan bittasi Paxtakor bo'lsa, Neftchi o'sha nomga mos tarzda o'yin ko'rsatyapti. Raqiblar ustidan to'liq dominantlik qilib, to'liq ustunlik bilan g'alaba qozonyapti. Paxtakorda birinchi, ikkinchi turda biz shu narsaga guvoh bo'lmagandik. Qizilqum bilan ham qiyin o'yin o'tkazib g'alaba qozondi. Safarda Qo'qon bilan ham o'sha o'zgarishlar amalga oshirgandan keyin o'yinni burib yubordi va g'alaba qozondi. Bu safar Navbahor oldida jamoa shunchaki ojiz qoldi. To'g'ri, birinchi bo'limda 50-50 imkoniyatlar bo'ldi, lekin ikkinchi taymda jamoa hech narsa qila olmadi Navbahorga qarshi. Yo'q, birinchi bo'limda ham deyarli baribir Navbahor Qaysidir vaqtida Paxtakor biroz dastlabki yaxshi o'sha start bo'ldi, 5 daqiqalik balki, lekin butun o'yin davomida Navbahor o'yinni to'g'ri to'pni Paxtakor nazorat qildi, lekin o'yinni hududlarni Navbahor to'liqligicha nazorat qildi va o'sha o'tgan safar aytuvdik, Islom Ismoilov tarkibdan yaxshi foydalanyapti. Ya'ni tarkib shunga pozolayat qiladi, rotatsiya qilyapti. Kapadze ham garchi to'g'ri ikkinchi turda kutilmaganda mag'lubiyat, lekin shunga qaramay Paxtakor bilan o'yinda ba'zi o'zgarishlarni qildi. Kutilmagan o'zgarishlar ham bo'ldi. Deylik, yaxshi asosiy tarkibdagi 1-2 futbolchilarni zaxirada qoldirib, o'sha yangi futbolchilar, masalan, Teydi adashmasam birinchi marta Kapadze qo'l ostida asosiy tarkibda o'ynadi yoki hujumchi Katulon Kati va bu o'zgarishlar o'zini oqladi. Ya'ni Kapadze aynan Paxtakorga qarshi o'yin uchun yaxshi raqibni o'rgangani va o'yinga tanlagan rejasini amalga oshira olgani bilan tahsinga sazovor va o'yin davomida ham raqibni butunlay zararsizlantirdi. Deyarli Navbahor 90 daqiqa o'z ustunligida o'yinni olib bordi. To'pni raqibga bergan holatda ham baribir yaxshi pressing qilib, Paxtakorni hujumga o'tishiga yo'l qo'ymadi. Hamma eshiklarni yopib qo'ydi. Tan olish kerak, o'sha yangilangan jamoalar ichida baribir Navbahor Timur Kapadze jamoa o'yinini o'sha maromiga yetkazib qo'yayotgani ko'rinib turibdi boshidanoq. O'ylaymanki, o'sha Neftchi Paxtakor kurashiga bu yerdan baribir hali qanaqa holatda bo'lmasin tishi bor Nasaf va Navbahor qattiq kurash taqdim eta oladi. Ularni endi Nasaf alohida mavzuni gaplashamiz. Mana shu ikkalasiga Navbahor kurash taqdim eta olish qobiliyatiga, imkoniyatiga, potensialiga ega. Qolgan jamoalar bunaqa ko'rinmayapti. O'sha dastlabki 2 turdan farqli o'raloq Tojiyev o'sha polshalik hujumchini Navbahorga qarshi dastlabki daqiqalardan maydonga tushirdi. Ikkinchi bo'limda keyin yana hamdam tushdi, lekin bu safar o'xshamadi-da. O'sha birinchi, ikkinchi turda o'xshagan. Har doim o'xshamaydi. O'tgan podkastda aytib, har doim o'xshamaydi deb, aynan shuni murabbiydan ham so'ragandim matbuot anjumanida va Navbahor ham rotatsiya qildi. Misol birinchi turda yaxshi o'ynagan, ikkinchi turda ham endi mag'lubiyat bo'ldi, lekin yaxshi o'ynayotgan futbolchilar bu safar zaxirada qoldi. Yangi futbolchilar ko'rib oldi. Bu o'sha raqibdan kelib chiqib degan ma'noda gapirdi. Kapadze biz yaxshi o'rgangandik dedi. Nima deb o'ylaysiz? Chunki men o'sha matbuot anjumanini Instagramga qo'yganimdan keyin izohlarda Paxtakor muxlislari Tojiyevdan iste'fo so'rashdi. Qaysidir ma'noda Tojiyev ketsin, Tojiyev eplolmayapti Paxtakorni deb yozishgan o'sha kommentlarda. Bu o'yinda 100% Kapadze Tojiyev yutdi desak bo'ladimi? Bu o'yinda Kapadze Tojiyevni yutdi desa ham bo'ladi. Endi bu o'yinda to'liq, masalan, bir qanaqadir epizod hal qilmadi yoki bir qaysidir futbolchini klassi yoki o'sha bitta zaxira almashtiruv bilan o'yinni burib yuborish degan narsa bo'lmaydi. To'liqligicha edi boshidan oxirigacha Navbahorni o'sha chizgilari ostida o'tdi o'yin, rejalari ostida o'tdi va bu o'yinda
nima desa ham bo'laveradi, faqat o'sha Navbahorni g'alabasini o'sha nimada asoslab beradi. Kapaz Tojiyevni yutdi desa ham bo'ladi, Navbahor Paxtakorni yutdi desa ham bo'ladi va Paxtakor Navbahorga yutqizdi desa ham bo'ladi. Yo'q, shunaqa, lekin bu yerda asosiy o'sha nimada ishni baribir Kapaz qildi va Tojiyev bu yerda balki yana o'sha ham ikkala o'yinda zo'r formadagi Pajekni qo'ydi, lekin nimaga Hamdamovni zaxirada qoldirdi degan savol menimcha ko'proq aktual bo'lish kerak. O'yini chiqib turgan, yaxshi o'ynab turgan va menimcha asosiy tarkibga munosibligini o'zi 2 karra isbotlagan futbolchini yana zaxirada qoldirib, yana hozir nimadir bo'lsa, almashtiruv bilan o'yinni qutqarib ketaman degan o'y bo'lsa, bu noto'g'ri va o'zi aslida zaxira almashtiruv bilan o'yinni nimadir o'ziga og'dirib oladigan murabbiylar ko'p maqtaladi, lekin ular aslida o'sha boshlang'ich tarkibda endi shunaqa bo'ladiki, xato qilgan bo'lib chiqadi-da, bunisi ham bor. Ya'ni meni fikrimcha, shaxsiy fikrim, Hamdamovni ham asosiy tarkibda qo'yish kerak edi. Chunki ikkalasi bir-biri bilan yaxshi o'ynagandi-da. Ikkalasi o'zi masalan Hamdam ikkala o'yinni zaxiradan tushib asosiy tarkibga munosibligini isbotladi-da. Shunaqa futbol bu sport turi. Sportda raqobat sog'lom bo'lishi. Bu raqobatda masalan o'zini isbotladi, joyi asosiy tarkibdaligini. Lekin bu har doim ham zaxiradan tushib qutqarib ketadigan bu unaqa emas, bu nimadir sehrgar emas.